ushbu videomizni programmist ustalarimizga tashlab qo'yasizlar. Ya'ni shu 4ga1 rejimli programmasi yo'q akalarimizga yoki tanishlaringizga, o'rtoqlaringizga, ya'ni o'sha ustalarga tashlab qo'yasizlar. Hozir oxirida bitta yaxshigina ma'lumot yoki foydali bir tomonini tushuntirib ketaman sizlarga. Xo'p, bu mashinamiz Peshvodan kelibdi. Mahallari Mirishkor mahalla ekan, 80G 587 KB mashinamiz. Bu mashinamizga ham o'zimizni o'sha obunachimiz ekanlar. Undan tashqari kuz kontrol multimedialar qilib berdik, xudo xolasa. Hamda o'sha 4ga1 programma, ya'ni o'sha Cobalt'da bunaqa rejimli bo'lmaydi. Ya'ni deyda qo'ygandan mana drive, hop, hamda ekonom, drive, sport, winter bo'lmaydi. Shularni qilib berganmiz programma orqali. Undan tashqari kurs kontrol multimedialar o'rnatib berganmiz. Podsetkalar tablo bilan bir xil bo'ladi. Hamda kichkina knopkasi signalni o'rnatib berganmiz. Xo'p, ustalarimizga nima foydali? Akalar, agar sizlarda programma bo'lmasa, mijozni olib kelaveringlar yoki boshqa olib qolib, masalan, chaqirtirsangiz borib qilib berishimiz mumkin. Ili o'zlaringiz klientdan kelsangiz, ustalarimizga salgan skidkalar bor, xudo xolasa. Sifatli akkurator qilib ishimizni qilib beramiz. Gazda, propanda, metanda, benzinda, umuman farqi yo'q. Gazlar bo'lsa, gazlarga qilib beramiz. Suradigan ekonom qilib, boshqalarning cho'tkisini idealnisini qilib beramiz inshaalloh, xudo xolasa. Diagnostikalari ichida bo'ladi. Ya'ni moshani ko'rib beramiz, svecha mushuklarni ko'rib beramiz. Ma'lumot o'rniga aytib ketaman, 2018-yildan yuqori bo'lgan moshinalarga bo'ladi, ya'ni avtomatlarga bo'ladi, mexanikalarga bo'lmaydi. Buxorodagi usta akalarimizga videolarni jo'natib qo'yinglar, balkim manfaatli bo'lsa bu videomiz. E'tiboringizga rahmat, jonlar sog' bo'lsin.